Səfərgə atlandığanğa bir gün qalğan gün. Bilən çoğlar bilan oturub bir qurbularning razılığını elish oldi turibamiz. Yaxlıqlar bağatır. Adar otulduğunda çıkırıp ya apanlarga, ya Müslümanlarga, ya dadanlarga, ya sınırlarga hemen meye kelip aldım katıracağım bulunlar dep tılpın berip koyanlar. Tılpın berip durumlar. Analarını katıracağım kısalar. İşimler. 50 kurusu. Buranı aktif gittiğimler buldu. Arzu armağanlarga yetip gittiğimler. Uyning tamoqlarini qang'idek yeb ketib boramiz. Yana qachonmishda uyning polovlarini yalalaymiz deysizlar bolalar. Bolamni bir qur akiltib o'ynatib, mush bicharani uyga tashlab qo'yib, xeyli vaqtini ko'rolmaydigan bo'lib tabimiz menga bek amroq bu. Bir kunimiz chidamaydi. Shu qang'izib o'yin tuyulib boraman. Bolaning o'tadigan ayrim bir o'tda bolasi balari bo'ladi buni. Bir qur qo'saqlarini to'yg'izib, ota-onamizning yaxshi tilaklarini ilib, mana yana davomli qoldi. O'zimizning ishlarga kirishib ketdik. Yana mashinamizdan karvat yasaydigan kun kelib qoldi. Sho'xlik qilib ketib barimizdan mana bir kun qolgan sira teximiz jalanib, ruhlanib, ajoyib bir xil ta'sirat bo'lib qilyapmiz. Necha kun bir xil andishalar bo'ldi, biroq yaqinlashgan sira ularni unutib ishlar bilan aldirashib ketib baramiz. Jiddiy karvatlarning ba'zini biroq o'rinlayib, o'rinlari qo'yib kesib qo'yganlarni biroq retlayapmiz. Shunda yaxshi bo'lyapti ishlar ko'nglimizdan o'ylagandan yaxshi hamma narsalar ish qilib shunchalik o'ng bo'lyapti-da. Yana desam, yana shu ig'lik tiklamoqchi bo'lgan yoshlar sizlarga deydiganim, hargiz o'rduqmanglar, tantirmanglar, sizlar mush ishni boshlasanlar oxiri cho'qim chiqar ekan. Har xil yangi usullar bilan sizlarning yo'linglarni ravon qildi ekan. Mana enim ma yozgan karvatda yetib bir sinab bu mal qo'ydigan yetdi. Mana bo'yi pakasan patsada buni aldab yotqizib qo'ydim. Mana bana taraflarımı tutib qoldi, karvatni tutdi. Endi men karvatni qurashtirishni bir ko'rsatib qo'ysizlarga, haqlanglar, hayron qoldim. Tamam, mana izzi tamam bo'ldi, mana kelyapti. Vaqt o'tirdi. Chiqib qilyapmizmi? Tamam. Almadan tatimiz. Bir qavat. Ang asli yana bir qavat bor. 3 qavat mana. Mana sizga ko'p yotqanlansa berib silab baqsa. Va uchimiz ne? Chat. Mana mashinamiz bitdi. Bizga eng chong yordam qilgan akamizning birisi mana Abdurimkam. Ilqinaya Uzxon uy bezakchilik shirkatininki atamanlardan birisi mana. Mushakam o'z qo'li bilan mushni bittirib berdi. Rahmat aka sana. Shuncha yaxshi qo'lidan aka. Endi bu rahmat degidek kishi emas-ku bu. Endi qo'limizdan kelishchi qildi. Qanaqasi sizlar ko'ngildagidek bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Rahmat aka, shunday yaxshi bo'ldi. Apchi bo'ldi. Safarga yo'lga chiqyapsizlar endi. Bexatarlikka diqqat qilib, yaxshi orzu armonlar bilan endi ko'zlagan nishoninglarga yetib, o'zingizlar o'ylagandek yaxshi natijalarga erishib kelasizlar. Qanaqalarni endi bo'ynoqlarda ko'rib, madad berib turimiz endi. Yaxshi qilyapsizlar deb. Yo'l olsun qag'iniga sog' salomat berib kelasizlarmiz. Ma'qul aka. Ma'qul. Undan ko'rish amon bo'l aka. Bo'ldi. Shunda esil qarindoshlarimizning yordamchiligida ishlarimiz xeyli bitib qoldi. Ko'nglimiz xeyli orom tepib qoldi. Endi biz enimizning uyiga berib, eng kichkinanki bularning cho'nglarning raziliqlarini elib, bularni xotirjam qilib yo'lga chiqmasa qolmaydi. Shu aka ma'lum bo'ldi, mana biz safar chiqargan bo'ldik. Balalarimizni topshirib, xotirjam bo'lsangiz, raziliqlarni bersanlar. Xotirjam bo'lsangiz, chiroyli berib kelsak. Çoğum neticeli oldu. Herkes ben koyuyordum Allah aşkına. Hayret qilamiz. Yolunu fort alabdım aslında. Kazanmayı adam yok bu. Xudoga olsun, berekatli olsun topgan. Bularning cho'nglarning raziliqlarini elib, mashina yana haydab, biz davomli qoldi mashinaga bir tekshirish qilgan etmadi. O'sha qarindoshlarimizning uydagilarimizniki bizni shunda qo'llab-quvvatlashib, biz uchun cho'ng bir turtki kuch bo'lib mengyapti. Unda olsa qarindoshlarim bizni yurak besib qetilish unutib qolmanglar. Cho'qim go'njo qo'yinglar. Biz yana safarda o'tkazgan nurg'un ko'ngilli ishlar sizlar bilan tang hambakirmon bo'lamiz. Bizni cho'qim qetib olinglar. Biz yana shunda yaxshi narsalarni tavsiya qilib turamiz bolalar. Cho'qim qetib olinglar.